Tezkor xabar: O'zbekistonda dollar kursi yana oshdi. Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga yangi bo'lib turgan bo'lsangiz, videorolikimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 17-noyabrda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollar 54,51 so'mga ko'tarilib 12.309,61 so'm bo'ldi. Yevro 69,34 so'mga oshdi, 1992,43 so'm bo'ldi. Rubl 0,31 so'mga ko'tarilib 149,17 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi 3 kunlik pastlashdan so'ng ko'tarilib 11.985,10 so'm bo'lganda, oktyabr oyi oxirlarida boshlab ushbu valyuta kursi 3 marta 12.000 so'mdan tushdi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.